Mana bugun biz Adhamboy Uzda oldiga keldik, xudo xolasa, mol fermasiga. Adhamboy endi bu mollarni, xo'p, bular yangi olingan. Mana shu mollar hozir bu qopdagi narsalar kuzda. kuzda. Qancha, nechta o'rna yoki necha persep bosasizlar? Bu asosan qonni to'q tutadi. Keyin ichini o'tkazmaydi. Yana bitta eng plyus tomoni 2019 da qurilgan. Uzunlasiga 85 metr. Adhamboy bu chorva sohasida, ya'ni mana buqa boqishda daromadlar qanaqa endi? Messi? Bu qarang, mana. Mana. Ko'ringlar. Bu yoqda raqamlari ham bormi? 10-raqami Messi. Messini fanatlari bitta laykni bosib, Messini fanatlariga jo'natib qo'ydi mana shu molni. Biz hozirda Adhamboyni chorvasiga, ya'ni fermasi tomon yo'l olganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Videoni oxirida prizli o'yinimiz ham bor. Yutib olish imkoniyati sizlarda bor. Qo'ldan boy bermanglar. Mana soy yoqalab ketyapmiz ferma tomon. Oz qoldi mana fermasiga ham yetishimizga. Menimcha Adhamboy fermasi mana shu bo'lsa kerak. Hozir bilamiz. Fermaga ham yetib keldik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Farmonchek mahallasidamiz. Adhamboyda mol fermasiga keldik. Adhamboy. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Ha, rahmat. Suyimsiz, ishlar yaxshimi? Ha, zo'rami. Bugun Adhamboyda mol fermasiga keldik. Endi shu mollar haqida Adhamboy obunachilarga bugun bir to'liqroq bir ma'lumot beramiz qo'ldan kelguncha. Xudo xolasa. Xudo xolasa bir nimalar yeydi. Layklar bosib tursa. Layklarni bosib turib, obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolasa. Xudo xolasa. Bo'laveradi. Bo'lmasam sizlarga bir qator mollarni ko'rsatib, hozir nima yeydi, daromadlari qanaqa, bu ishni qachondan boshlagan, o'shalar haqida Adhamboy bilan batafsil ko'rsatib boramiz. Xudo xolasa. Mana Adhamboyning mollarini syomka qilishni boshladik. Adhamboy bu fermani qachon tashkil qilgansizlar? 2019 da qurilgan. 2019-yil qurilgan. Demak, 6 yil bo'lyapti. 6 yil bo'lyapti. Bu fermamizni, xo'p, eni, uzunligi, bo'yi haqida ham bir eshitaylik. Uzunlasiga 85 metr. 85 metr. 85 metrga 420 mana shu devordan mana shu ustungacha. 420. Aha. Devordan to bu yergacha. Ha, yo'lagan bor, ha. Yo'lag bor, oxir keyin mana. Bo'laveradi. Hozir yo'lakni ham bir ko'rsataydi. Demak, mana bu yerda mollar, hozir mollarning buqalarni hammasini ko'rsatamiz. Bu yerda oxirda yo'la. Bu yo'lakda shu o'tlarni, yemlarni hamma yo'lab bergan endi. Bo'laveradi. Bu bo'yi qanaqa endi bularni? Buni bo'yi 210 mikan shunaqa edi. 210. Ha, bo'ldi, tushunarli. Adhamboy bu yerda, xo'p, mollar nechta endi hozirda? Buqalar. Hozir bu buqalarimizni endi to'g'risi biz ham yoshlikda boqqanmiz. Endi hozirda jicha joylarimiz tor bo'lib yoki vaqt masalasi jicha nima bo'lib qolgani uchun chorvamiz yo'q. Endi ancha-muncha mol sohasiga barib tushunamiz. Bu zotlari qanaqa bo'ladi? Buni asosan jaydari baqardik. Aha. Endi hozir Qirg'iziston buqalarini olib sinayapmiz hozir. Ularni ham ko'rsatamiz. Aha. Obunachilarga qiziq bo'ladi. Qaysi molni baqsak foyda yaxshi bo'ladi. Uni ham hozir isbotini qilib beramiz. Aha. Bo'laveradi, yaxshi. Video davomida ma'lumotlar beramiz. Juda yaxshi. Adhamboy endi hozir mana 57 ta mol deyilyapti. Xo'p, bular necha mahal endi ovqatlanishadi, ya'ni? 2 mahal. 2 mahal rejimda baqiladi. Ertalab silyos beramiz. Aha. Silyosni somonga aralashtirilgan edi. Zirabilkadan chiqarib turib, somonga aralashtirgan beramiz. Bu yerda ham yozib ko'rsatib ketamiz. Obunachilar ham menimcha anchagina. Ha, obunachilar ham hozir u yemlarni ham hozir ko'rsatamiz, bo'ldi, bo'laveradi. Demak, 2 mahal yem berilar ekan obunachilar. Mana buqamiz turdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Suhbat davomida bir chekadan hamma buqalarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib, layklarni bosib borsanglar, xudo xolasa xursand bo'lamiz. Endi Adhamboy 2 mahal yem yesa bular. Xo'p, bir mahal sug'oriladi. Bir mahal sug'oriladi. Aytmayapmiz, hozir oxirini ham ko'rsatib qo'yamiz. Suv turibdi hozir. Ha, suv turibdi, bo'laveradi. Oxirida sug'oriladi. Qanaqadir grantmi nimadandir bitta ochiladi, shu bilan ichishaveradimi? Ichaveradi.
Ha, undan keyin bitta oxir tozalanadi, keyin yemiga tayyorgarlik ko'rilaveradi. Ha, bo'ldi, tushunarli, yaxshi. Endi hammaga qiziq joyi bab daromad joyida endi. Babali rizq Allohdan deydi-yu. Misol bu daromadni aytganing bilan menimcha sizlar daromadinglar ozayib qolmaydi. Hammani o'ziga yarasha rizqiga yarasha beraveradi. O'zimni YouTube kanalim ham bor, ko'pchilik bilsa. Nomi nima? Adhamboy uz. Adham U kanal qanchadan beri yuritib boriladi? 1,5-2 yil bo'lib qolay dedi. 2 yil bo'lib qolay dedi. Ha, zo'r. Yaxshi, obunachilar ancha aktiv. Demak, u yerga kirib ko'rsa ham bo'ladi. Endi bu yerda misol uchun meni o'zimni ham Adhamboy bu chorva sohasida, ya'ni mana buqa boqishda endi hammaga ham qiziq, shaxsan menga ham daromadlar qanaqa endi? Daromad yaxshi. Xudoga shukr. Bitta moldan 50-50, o'rtacha 50-50 deysiz. Qarang, misol bitta mana shu katta molimiz, qora molimiz. Misol 700 mingni yesa, 700 ming foyda qoladi. Ha, demak 700 ming yesa 700 ming foyda qoladi. Ya'ni buni misol uchun o'tgan yil olib keldinglar deylik. 1 yil bo'ldi. Misol 1 yil bo'lganda sotaman desanglar, endi foydani qanday chiqarib olasizlar? Foydani misol kelganda ozroq yeydi. Qarang. Kelganda ozroq yeydi, 500 ming so'mlik. Biz o'rtacha 500 ming hisoblaymiz-da. Hozir endi yemlar oshgani hisobiga hali ko'proq hisoblaymiz. Bizni aslida narsalarimiz arzon tushadi bizga. O'zinglar o'zimiz yetishtiramiz, silosni ham o'zimiz ekamiz, somon ham o'zimizdan. Keyin yem, asosiy narsa yem. Yemni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. Uni tonni ma'lumotlari, hamma narsani ochiq-oydin YouTube kanalimizda ham qo'yganmiz. Ko'pchilik bo'lsa kerak. Endi bitta moldan o'rtacha 50-50 degani misol 700 ming misol narsani sotib olib yegizsangiz, 700 minglik narsa yesa, misol bir oyda 700 ming foyda qoladi keyin. Misol bitta molni misol 10 millionga olsangiz, bir oy baqsangiz 10 million 11 million 400 bo'ladi. 11 million 400 ga sotasiz. Misol endi. Endi Adhamboy mana shu yerda mana misol men yana ham sal oddiylashtirib, misol uchun 700 ming demaylikda, 500 ming desak, foyda qolishini-da endi 700 ming desa ham 1 yilda 12 oy bo'ladigan bo'lsa 6 million pul bo'lar ekan. U degani bitta buqadan o'rtacha 6 million pul bor deganimi? Bor degani. Ha, demak misol 10 ta buqani eplab misol kimdir puli bo'lib turib nima qilsamikin deb ana bo'ladi-yu shunaqalar yoki chorvaga qiziqadiganlar 10 tani olib yaxshi sizlardaqa rejimli qilib boqsa, shu 6 milliondan 10 tasiga 60 million qoladi degan ekan-da, hafsala qilib sizlardaqa qarasa. Kamida shunaqa qoladi. Kamida. Biz ham uje 500 ming dedik-ku, to'g'rimi? 700 deb hisoblamadik. To'g'ri. Demak, mol boqishni, buqa boqishni boshlab yuboramiz shekilli, Adhamboy. Xudo xolasa mana yo'l yo'llar o'rgatasan shekilli. Bular jaydar edi, bu tomondagilar. Ha, bu tomondagilar jaydarlar. Mana yerda 12 ta Qirg'iziston buqasini olganmiz sinashga. Bular Qirg'iziston buqasi? Qirg'iziston Faruda buqalari. Bular qachon olindi endi? Bularga 7 oy bo'lay deyapti. 7 oy bo'lay deyapti. Bularni 12 million 600 dan olganmiz. 12 million 600 dan olingan. Hammasi bir xilda olingan? Hammasi bitta, shu 12 tasini 12 million 600 dan olganmiz. Undan keyin yana 5 ta Qirg'iziston buqasidan bitta kattaroqlardan 15 milliondan kelgan. Ularni ham hozir ko'rsatamiz. Bo'laveradi. Bashlar hozir 30 millionda atrofidami? Bular yaxshi ekan menimcha. Jaydardan ko'ra nimasi anaqa tashlashi yaxshiroqmi? Yaxshi ekan. Yana ham aniqlik kiritiladi, qachonki sotsanglar, hozir taxminiy-a? Sotganimiz, lekin tortganimizda ham bilingan, misol oyiga qo'shiladi-yu, misol 30 kilo, 25 kilo qo'shiladi-da. Ularni tortib isbotlarni qilib qo'yganmiz. Kanalimizda kelganda tortganmiz, keyin 1 oydan keyin tortganmiz, keyin 5 oydan keyin tortganmiz. Uni videolarini qo'yganmiz. Keyin shu 5 ta kattaroq buqani ham tortib foydalarini shu o'rtacha chiqarganmiz-da. Bozorga qarab, misol 500 kilo bo'lsa 60 mingdan qilganimizda 30 million bo'lami? Mana shu 500 kilo atrofida-da. 500 kilo atrofidami shu mol? O'rtacha endi примерно plus minus. Go'sht osh hisobi ham bor. Hozir 12 millionni olganlarimizni hozirgi kunda 15 million
16 million olasiz-da kamida. Go'sht oshganligini hisobiga. Yemlar ham oshganiga. Sifati ham boshqacha ekan bu mollarda. Bular eng qizig'i, qarang, bir-biri bilan suzishmaydi. Haligi tartib intizom ham zo'rmi? Ha, bularda zo'r. Qirg'iziston buqalari ashinisi yeydi ekan, yotar ekan. Davishni qaytarib yotaverar ekan. Yana bitta ma'lumot obunachilar. Qirg'izistonda buqalari yeydi ekan, yotadi ekan, damda olib yana yeydi ekan. Boquvchilar uchun o'ta ham bir foydali ekan. Mana shu 5 talikni bittasi. Mana u Messi deymiz. Messi? Bu qarang, M. Mana. Ko'ring-da. Qizig'ida, eng qizig'i arqa tomon, narigi tomonini o'tingda. Hozir ko'ramizda. Obunachilarga juda qiziqda bu. Bu yoqda raqamlari ham bormi? 10-raqami Messi. Messini fanatlari bitta laykni bosib, Messini fanatlariga jo'natib qo'ydi mana shu molni. Messi ekan shu mol. Buni shu videoda tortib bu 44 kilodan qo'shdi oyiga. O'tgan oyda tortganmiz. 44 kilodan 5 oyda 44 kilodan har oy qo'shganda. Mana shu zo'r qo'shgan. Mana bu yerda. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Ikkinchisi. Bu bo'lmasa ekan, mana ekan, adashib. Mana u ikkinchisi. Mana. Mana yotganimi? Uchalasi. Aha. 4 ta bo'ldimi? Keyin u nariroqda bitta bor. 5 talikni oxirgisi mana nariga yotgan. Yotganmi mana u? Bo'ldi, tushunarli. Mana shu buqa 5-inchisi. Bu 15 million olganmiz. Adhamboy, endi bu mollarni, xo'p. Hozir u mana kunlar isib qoldi. Qishda qanaqa endi bularda sovuqqa? Qishda mo'yitga salafon tutilgan edi. Ha, mo'yitga salafon tutilgan, ha? Salafon tutilgan, polniy. Aha. Bitta tashab qo'ysangiz, mo'yitga tushadi. Keyin tozalanayotganda mana buni ipga salafonni olib turib, mana mo'yitga osib qo'yiladi. Ha, xalaqit bermaydi o'shunda. Tozalab turib, yana tushirib qo'yilaveradi. Sovuq kunda. Bo'ldi, tushunarli. Savollarimizni berishda davom etamiz. Endi hamma ishda o'ziga yarasha afzalliklari, kamchiliklari yo bo'lmasa qiyinchiligi va yutuq taraflari bo'ladi deydi-yu. Mana yutuq taraflarini aytib o'tding. Endi qiyinchiliklari ham bo'ladi o'ziga yarasha. Qanaqa endi bir qiyinchilik bo'ladi? Qiyinchilik endi asosan ko'pincha o'zim qolib ketaman bu yerda. Bu yerda baqalar ham keladi. Ketib qolgan paytda ashunda qiyin bo'lib qoladi menga. O'zim hamma molga qaraveraman-da. Bo'ldi, tushunarli. Shuncha qiyin bo'lib qoladi. Endi mollar sanog'i ko'pligini hisobiga ham bir kishigacha qiyinlik qilib ketadi-da endi. Lekin u kelayotgan daromadni bitta o'ylab turib mehnat qilinaverar ekanda. Zo'r. Bekor yurguncha bekor ishlaylik. Endi Adhamboy bitta savol qiziqtiryapti-da meni. Misol 10 ta molga 60 million deb hisobladiku bir yilga. Endi 57 ta mol deyildi. To'g'ri, bular bir vaqtda olinib, bir vaqtda sotilmaydi. Lekin endi bir yiliga shunchaki bunday hisoblansa, nechta mol tayyor bo'lib sotiladi primerna? Bir yilda o'rtacha 8 oyda sotiladi-da. 8 oyda sotiladi. 7 oyda almashaveradi mollar. Endi misol mana 8 oy, 7 oy, qaysisidir 10 oy bo'lsa, 2025-yil yanvardan shunchaki hisoblasak, 2025-yil dekabrgacha yoki o'sha yanvar paytigacha primerna nechtacha mol sotasiz? Endi aniq soni bo'lmasa ham, aniq soni, to'shning soni yo'q-ku. Endi taxminiy. Bir yilda shu 100 tacha bo'lsa kerak. 100 tacha? Almashadi-yu. Birovga 2 marta hozir misol, bo'ldi, tushunarli. 57 ta bo'lgan bilan pashti hammasi alishib, misol 7-8 oyda yana qaysidirlari alishadi-da. Juda 100 ta demasak ham bir 80 ta, aniqrog'i 80 ta bor ekan-da. Endi 80 tani sekin ko'paytirib olaverasizlar oltiga, obunachilar. Bu mollar qanaqa mollar endi, Adhamboy? Bular yangi olingan. Mana shu mollar hozir qani tur buqacha. Buni 17 millionga olganman. Necha millionga? 17 million. 17 millionga olindi. Qachon olindi? Bunga 1 oydan o'tdi. 1 oydan ozgina o'tdi. Bu paytda qimmatroq mollar. Ya'ni mart oyini boshroqlarda olingan ekan-da. Bular hammasini kelganda video qilamiz. Video qilamizda tortamiz. Tortganimizdan keyin 1 oydan keyin o'zgaryaptimi, yo'qmi? Uni bilib yana bir marta tortib qo'yamiz. O'zgarmayotganini unga
boshqacha lecheniyalar qilib ko'ramiz. Nimaga o'zgarmayapti deb turib boshqa B planga o'tiladimi? B planga o'tiladi. Zo'r. Bular ham o'shaqa yangilarmi? Ha, bular ham mana shu. Bir xil olingan. Ha, zo'r. Yaxshi. Uka, endi bu mollarda suv ichishini hozir gapirib o'tdik. Qanaqa ketadi endi jarayon? Jarayon shilyanka turibdi. Qani. Shilyankani mana buni grantga olib kelamiz, mana bu grant. Mana bu grant bor. Mana shunga olib bunga tashab qo'yamiz. Bu yerga tashaladi. Tashaladi, mana shu buni shipirib yuboramiz birinchi. Shipirib yuborgandan keyin suvni to'ldirib qo'yamiz mana. Ko'ryapsiz. Keyin mana shu o't solinayotgan paytda shipirib yuboriladi. Tozalanib, tozalab suvni bo'ldi. Mana qochib ketaveradi suv. Hozir suvni bitta mashetga qo'ysa hamma yoqqa tarqaveradimi? Hamma yoqqa tarqaveradi. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Oxirlar haqida ham ancha-muncha bilib oldik. Endi Adhamboy, mana kunlar isiyapti, mana tepada ventilyatorlarni ko'rdik. Ventilyatorlar endi mollarni shu issiqdan saqlaganimi endi? Ha, issiqdan saqlaydi. Hozir endi kun yaxshi-yu. Hozircha shart emas, ha? Shart emas. Asosan yoz oylarida endi foydasi bo'ladi. Nechta sig'adi o'zi betga mol? 64 ta. 64 ta. Ularni joylanishi qanaqa bo'ladi endi? Oraliq biron masofaga qaraladimi? Mana bu bitta molni turgan joyi 1.20. 1.20. 1.20. Mana har bittasini. Har bitta molga 1.20 joy ajratiladi. Joy ajratiladi. Ana qirg'iz mollarga ham yetami u 1.20 joy? Bo'ldi, hammasi bir xil solingan. Chiqib ketadi. Mollarni chiqib ketadi. Qancha molni joyi 1.20 dan. Keyin bu turadigan joyi mana. Turadigan joyi. Tagi. Xo'p. 1.90. 1.90. 1.90 bo'lgan. Keyin mana qarang. Axlati ham mashqqa tushaveradi, chuqurga tushaveradi. Shu darajada mo'ljallangan ekan-da. Misol hozir oyog'i tushib, ko'pchilik aytadi, oyog'i tushib qoladi deydi. U bir marta tushgandan keyin qaytib tushirmaydi oyog'i. O'rganib qoladi, molama. Bu men ham endi savol bermoqchi edim. Hozir oyog'i tushib qolmaydi deb tushadi, tushmaydi emas. Keyin-sekin tushmaydigan qilib oladi o'zi. Bu yerda 800 kilolik katta gallanlar ham turganda. Mana shu nima razmerda joyda. Bo'ldi, tushunarli. Yaxshi. Mana bu yerda suv chiqib ketadi. Suvlar bu yerdan yaxshi. Endi mana hamma yo'qni baribir bilib ketgan yaxshi-da, mana molimizdan chiqadigan bu o'g'itlar bor-ku. Bular qayerga ketadi endi? Bularni yerga solamiz. O'zingizlar yeringlar bor-ku, shunday solasizlar. Bular o'ziga yana yaxshi o'tlarni yetishtirishga yordam beradi-da. Go'ngda ish katta-da baribir. Zo'r. Hozir bu yerdan Adhamboylar silyoslarni mollarga berishar ekan. Adhamboy bet silyos nima deydi? O'ramiz juda katta-yu. Katta. Mol ko'p-u. Endi o'rtacha silyos sezon asosan nimada bo'ladi-yu, bu kuzda. Kuzda. Qancha, nechta tonna yoki necha persep bosasizlar? Bu yerda o'rtacha 500 tonna atrofida bo'ladi-da. 500 tonna. 60 persep shunaqa atrofida. 60 persep. Demak, bitta persepimiz 8-8,5 tonna chiqarganda unda. Persepda emas, haligi 53lar bor-ku. 53, keyin 31 katta mashinalar, zillar, ashlarda bosiladi bu yerda. Bosiladi. Bu aravalar ham maxsus nima qilingan shekilli tayyorlangan. Zo'r. Hozir mana mollarni yemish haqida ham so'raymiz. Adhamboy, bu yemish haqida ozgina endi bir ma'lumot eshitaylik. Bu silyosda, aka mana silyosga somon aralashtirib qo'yganmiz. Somon aralashtirilganmi? Nimaga bu ko'rinyaptimi somonlar? Bu asosan qonni to'q tutadi. Keyin ichini o'tkazmaydi. Yana bitta eng plyus tomoni silyosiz ko'pga yetadi. Shunisi ham bor. Biz asosan suyuq beramiz-ku narsani. Yemlarni olib ko'rsatamiz. Uyutib beramiz. Shuning uchun hozir silyosni o'zini bersangiz, sovuqlik haligi, nima deydi? Suvda bu. Vujudi suv buni. Ham suyuq beramiz, shunda ichini o'tkazib yuboradi. Shuni hisobiga somon aralashtirib qo'yapmiz. Tushunarli. Bu silyosni ko'rdingiz, ha? Endi bu birinchi mahalga beriladigan narsa. Qarang,
buni ertalab qarang. Hozir kechki payt berishimizda ertalab ham shu holat bo'ladi. Mana shunda ikkita barcha molimizga yetadi. Nechta molga taxminan? Taxminan mana shu 50 tadan 60 tagacha-da. 50 tadan 60 tagacha molga mana shunaqadan ikkita idishda yetar ekan. Ikkita idishda yetadi. Ertalab mana shu ikkita solinadi, orqasidan yutilgan yemni solamiz. Hozir bu yemni ham ko'rsatamiz. Hozir yemni ham qani bir ko'raylikchi. Idishlar ham o'zi ham maxsus ekan. Idishlar maxsusmi? Bitta birinchisi mana. Bu birinchisi. Bu ikkita. Ha, bu ikkinchisi. Mana shu ikkalasi ham polni hamma molga yetadi. Hamma molga yetadi. Bir mahaliga mana shu. Bu endi nima endi bu? Qanaqa yem? Granula. Granulamiz bu. Ha, granula. Bitta ikkita bor ekan, hozir ko'rsatamiz. Yem chiqarayotgan joyimizga ham boramiz. Ha, bo'ldi. Ko'rindimi? Buni ko'rindi. Hozir yana yem chiqarganda ham ko'rsatamiz. Buni nimaga uyutasizlar? Quruqligida tiqilib qoladimi yoki quruqligida u narsalar unaqa qilmaydi-da, nima uymaydi. Uymasdan o'tib ketib qoladi. Sindirishi yaxshi bo'ladi. Uyutib berilganda molga effekti ham yaxshi bo'ladi, shunaqami? Shunaqa qilib shovla holatida beriladi. Bo'laveradi, tushunarli. Yem chiqarayotgan joyga ham boramiz. Ha, o'sha yerga ham boramiz. O'sha yerda ham bitta ko'rsataylik obunachilarga. Xudo xolasa. Bu qopdagi narsalar yem chiqarish uchun kerak bo'ladigan mahsulotlar ekan. Hozir yem chiqish jarayonini ham ko'ramiz sizlar bilan. Obunachilar, bu narsa shu granulani tayyorlashga tayyorlab qo'yilgan kak xomlik ekanda bu endi. Xomlik, mana men sovuqdan ko'rsatib beramiz. Bo'ldi, tushunarli. Endi shuni hozir tayyor apparatdan chiqayotganini ko'ramiz. Obunachilar mana. Hozir mana apparatni oldiga keldik, qani jarayonni bir ko'ramiz. Obunachilar mana xomligi, granulani hozir Adhamboy bizga qanaqa tayyorlanishini ko'rsatib beradi. Keldik. Ya'ni bu mana bu apparatni solinar ekan. E'tibor bering. Bu yerdan nima bo'lib chiqaverar ekan, qarang. Keyin bular sekin qopga to'planib nechta bu yerga solinaveradi. Bu nariga qo'ygan. Ha, nariga ham o'sha solib qo'yibsizlar. Bu keyin uyutilgan holatini yuqorida sizlarga ko'rsatdik. Molga tayyor berilaveradi yemlar. Ko'rdinglar mana. Yana qanaqadir tushunmagan joylar bo'lsa kommentariyada bemalol so'rashinglar mumkin. O'rinda turganini topsanglar, 30-o'rindan, 45-o'rindan, 20-o'rindan ushbu fermada nechta buqa borligi hamda Messi raqamli bor. Ya'ni buqa nechinchi o'rinda turganligini birinchi bo'lib kim topsa, o'sha obunachimizga 50 ming so'm priz bor. Bu o'yinimizning boshlanishi. Xudo xolasa bunaqa kayfiyat ko'taruvchi zo'r o'yinlar tashkil qilamiz bundan buyog'iga. Sizlar faqat bizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, layklarni bosib tursanglar bo'ldi. Savolning eng asosiy joyi shuki, sharti bu ikkitalik javobni birinchi to'g'ri topgan odamga bo'ladi u prizimiz. Yaqin o'rtadan chiqsa naqd holda beramiz. Agar uzoqroqdan topsa kimdir, plastik orqali o'tkazdirib beramiz. Gap